Hadisi sharifda vatanni sevmoq iymondandir deyilgan. Inson o'zi voyaga yetgan do'sti birodarlari, aka-uka, opa-singillari kamol topayotgan ona vatanini sevishi, uni avaylab asrashi yuksak ma'naviyat, iymon, e'tiqod belgisidir. Biz bugun yangi O'zbekistonni barpo etmoqdamiz. Ushbu yo'lda ma'naviyat, inson qadri va vatan ko'rki sifatida xizmat qilishi aniq. Yurtboshimiz ta'kidlaganlardek, jamiyatda tinchlik va osoyishtalikni ta'minlashda hech kim chetda turmasligi zarur. Bugungi globallashuv davrida internet tarmog'ining xalqimiz, ayniqsa yoshlar tarbiyasiga ko'rsatayotgan salbiy ta'siri hamda ularning xavfli oqimlarga kirib ketish holatlariga afsuski guvoh bo'lmoqdamiz. Ushbu muammoni tizimli hal etishning yagona yo'li fuqarolar, ayniqsa yoshlarda axborotlashuv qonuniyatlariga amal qilish ko'nikmasini, yolg'on xabarni to'g'risidan farqlay olish madaniyatini hamda ma'naviy immunitetni kuchaytirishdan iborat. Shu o'rinda ma'naviyat o'zi nima, uning inson, jamiyat hayotidagi o'rni, mohiyati va ahamiyati nimalardan iborat ekanligi to'g'risidagi qarashlarni umumlashtirib ketsak, maqsadga muvofiq bo'lardi. Ma'naviyat insonning ruhiy va aqliy olamini ifodalaydi. Kishilarning falsafiy, huquqiy, ilmiy, badiiy, axloqiy, diniy tasavvurlarini o'z ichiga oladi. Insonning tashqi va ichki olami mavjud. Tashqi olamiga uning bo'yi basti, ko'rinishi, kiyinishi, xatti-harakati va boshqalar kiradi. Ichki olami esa uning yashashdan maqsadi, fikr yuritishi, orzu, istaklari, intilishlari, his-tuyg'ularini o'z ichiga oladi. Insonning ana shu ichki olami ma'naviyatdir. Ma'naviyat ma'rifat va madaniyat bilan bog'liq. Ma'naviyat odamlarda tayyor holda vujudga kelmaydi. Unga muttasil o'qish, o'rganish, tajriba orttirish orqaligina erishiladi. Ma'naviyat qanchalik boyib borsa, jamiyat va millat shunchalik ravnaq topadi. Ma'naviyatli odam yashashdan maqsad nima ekanligini aniq biladi. Vijdon nima, yolg'on va rost nima, or, nomus nima, halol va harom nima, ularning hammasini bir-biridan ajrata oladi. Hayotda yomonlikka boshlovchi xatti-harakatlardan voz kechadi. Yaxshilikka boshlovchi amallarni bajaradi. Qisqasi, ma'naviyatda inson hayotining mazmuni aks etadi. Shu sababli O'zbekistonda ma'naviyatni yuksaltirish, xalqni ma'naviyatli qilish davlat siyosati darajasiga ko'tarildi. Mustaqillik tufayli o'zbek xalqining ko'p asrlik boy tarixiy, ilmiy, madaniy va diniy merosini o'rganish, undan xalqning umumiy va bebaho mulk sifatida foydalanishga keng yo'l ochildi.